bunday ekan. Dada. Siz yangiligim bu. Yana nima boshlading? Yaxshi niyatda magazin ochdim. Shuni amakim bilan ikkovlaringiz borib ochib beringlar lentani qirqib. Ey, siz olib kelib ochilishga nima qilyapti? Bu ham bir baxt-da. To'g'ri aytasiz. Tayyormisizlar? Ha, ochgan tezroq nima ochding ekan? Ana, Qani? Mana dada. Yoqdimi sizlarga? Nima bu bacham? Kiyim. Qanaqa kiyim bu? Qanaqa kiyim bu? ko'rmay turibsan, mana u. Ey, nima bu? Shunaqa magazin ochding. Nima bu? Ey, nima bu? Erkaklar kiydi undan. Nima bu? O'g'lingiz nima ish qiladi? Ayollar ichki kiyim sotadi. Amca, nerishda aytman qan qo'yinqa davlingiz ko'taradi. Keting. Ha qo'yinqani bo'yladi. Hozir tushuntiramiz. Damtadan galinasi. Ana ko'taradi. Kichkina magazin nasib bo'lsa buni katta. Ana yiping. Kattalarni ham sotasiz. Dada bir marta ishonmay biznesimiz zo'r bo'lib ketdi. Sizlar reklama deb chaqirtirdingizlarmi? Bu kim bu? Bu bloger chaqirgan mana shuni reklama qilib yuritadi. Lekin reklama qilsa bloger zo'r bo'lar, sen. Qani bloger chaqirdingmi? Bloger nima kerak? Dadan davlina qilishadi. Ha, unda blogerda. Ha, blogerman. Profiling nima? Azmir Vayn. Menga qara, Azmir Vayn. Nimani reklama qilishingni bilasanmi o'zbekda? Yo, bilmayman, menga do'kon deb chaqirdilar-da, nima qilay? Necha martaga o'rgansan? Yo, endi men boshdan o'tgan blogerman-ku, shuning uchun barterga gaplashganman. Barter? Ha. Ha, bo'ldi, reklama qilgan. Bu. Hamsa qanday bloger ekan bu? Au, yosh endi chiqayotgan bloger ekan, barterga keldik. Barter nima u? Ha, reklama qiladi, video qo'yib beradi, o'rniga magazindan narsa olib ketadi.